Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa bugungi videoni oxirigacha tomosha qilib turasizlar. Sizlarga bugun afg'on qo'ylarni tozalaridan, zo'rlaridan ko'rsatib beramiz akalar. Bugun akalar hafta kuniga juma 2026-yil 8-may. Xudo xolasa bugungi qo'ylarni mana bundaqa yiriklardan, toza qonli variantlardan akalar ko'rsatib beramiz. Bu yoqda bo'g'ozlari ham bor, xudo xolasa. Manzilimiz akalar Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on. O'sha arzonchilar yig'ilgan qishloq Abdurahim do'stimizning qo'y fermalaridan. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa akalar videomizni oxirigacha erinmasdan bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Afg'on so'g'liqlarni ona bolalarni juda arzon narxlarda chiqarib beramiz. Xudo xolasa zo'rlari narxiga, zo'rlari. Gap akalar bo'g'ozni narxida qo'yib beraman deyapti, xudo xolasa. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Bu birinchi partiyalarimizga soni nechta? Birinchi partiyamizga 20 dona ona, 20 dona bola. Bilasiz, xudo xolasa. Gap yo'q akalar, 20 ta ona, 20 ta bola ekan, xudo xolasa. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, narxini chiroyli qilib qo'yib beramiz. Narxlar bomba bo'ladi, xudo xolasa. Qaranglar. Bir-biridan go'zallari bor ekan-kilar, xudo xolasa. Go'zalini zo'rini olib ko'paytiraman degankilarimiz bugun aloqaga chiqarasizlar kelar. Soni 20 dona. Bolalar nima bular? Bolalari qo'chqor so'lug'i. Qo'chqor so'lug' ekan akalar mana. Hammasi lekin bir-biridan go'zal ekan. Afg'on ishqibozlarga akalar videoni jo'natib qo'yarasizlar. Tozasini olaman degankilarimizga go'zallaridan. Onalarini yoshlari qanaqa? Onalari adlas 4 tish asosan, bitta ikkita 6 tish bor. Mana akalar bitta ikkita 6 tish bor ekan, ko'pi 4 tish ekan xolosa. Bu jonivorlar qaranglar akalar. Hammasi go'zal ekan lekin. Xalos, bir-biridan go'zal. Tavsiyani qilaman. Bolalar uchanchi bitta ikkitasini mana. Bolalarni mana bilasiz, oq bulutlardan shuylayman. Gap yo'q mana akalar. Zo'rlar bizda kanalda chiqaradi. Like'ni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar kerak. 20 ta ona, 20 ta bola. 20 ta ona, Uchanchi yana bitta ikkitasini o'ta go'zal ekan lekin. Monosini qarang, monosini hoji aka. Mashaalloh. Haqiqiy tozalaridan ekan. Go'zallari chiqaradi akalar, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Jonivorlarni qaranglar, onalari ham san'at asari ekan, xudo xolasa. Tozalaridan ekan, bir-biridan go'zal mana. Munoni qaranglar akalar, munoni. Mana akalar. Qorasidan ham bor ekan bir dona qorasini. Nima deyapti akalar bu jonivor? Uzunliklarini qaranglar, uzunliklarini. Ishqibozlari akalar aloqaga chiqarasizlar mana. Bir-biridan go'zallar ekan, xudo xolasa. Monosini qaranglar, monosini bitta ikkita ham sotilaveradi-ya. Bitta ikkita ham sotilaveradi. Xudo xolasa telefon qilsa kelishilgan holatda. Narxi qanchadan bo'ladi? Abdaz narxini bomba qilaymi? Bo'g'ozini ham 1700-1500 chiqarishyapti abdaz. Bizda anaqa narx bo'lmaydi. Xudo xolasa optimiga olaman degan akaramizga 1300 dan ona bolaga ketaveradi, xudo xolasa. 1300 dan. 1300 dollardan, xudo xolasa. Xayrini qilib beradi. Telefon qilsa hammasini bir joyga odamimizga, xudo xolasa. Chiroyli xayr qilib beramiz. Bersin. Akalar, xudo xolasa ishqibozlari aloqaga chiqarasizlar. Bolalari 50 ga 50 ekan. Mana shunisi urg'ochi ekan lekin mana hozir ko'rdim o'zim ham. Mana shakalar. Jonivorni qaranglar, urg'ochi ekan, xudo xolasa. Ishqibozlarga tavsiyani qilaman. O'ta tozalardan yetgan. Telegramdan chiroyli qilib screenshot qilib tashlasalaring, menga shu qo'y yoqdi desalaring, chiroyli qilib video syomkalarini tashlab berishadi mana. Chiroyli qilib video qo'yaveramiz. Abdaz zo'rini olib ko'paytiraman mana. Qo'y akalar o'zini o'zi maqtaydi mana. Jonivorlarni qaranglar. Bu qaranglar akalar, oyoq qo'li. Xudo xolasa Abdulaziz qo'ylarni u maqtashimiz kerak. Qo'ylar o'zini o'zi maqtaydi, xudo xolasa. Qo'ylar ham